Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun 9-oyning 19-kuni seshanba. Oldi bilan dehqonlar xabarlarimizning asosiy mazmunlari bo'lsin. Kanada parlamenti a'zosi Amerika bilan Kanadani Xitoyning mudoxalasiga qarshi birlashishga chaqirdi. Xitoy Tayvanga tajovuz qilgan taqdirda Amerikani Xitoy bilan urush qilmaslikka undaydigan sadolar ko'paymoqda. Amerika bilan Xitoy yangi dunyo tartibi haqida o'zangi so'qishtirmoqchi. Turkiya Xitoy bilan birlashib yadro elektr stansiyasi qurmoqchi. Xitoyning davlat mudofaa ministri cheriklik bahonasida tekshirilmoqda. Tuvandagi dehqonlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. BBC to'rining 13-sentyabrda xabar ko'ran Xitoyning kishilik huquq ahvolini tanqid qilganlik uchun Xitoyning hujum nishoniga aylangan kanadalik siyosatchi Michael Chong az uchraydigan tarzda Amerika Davlat Majlisidagi Xitoyni nazorat qilishga mas'ul komitetda o'zining kechirmishlarini so'zlashga taklif qilingan. U Amerika parlamenti a'zolarining oldida guvohlik berib, Amerika bilan Kanadani birlikda Xitoyning chet ellarga bo'lgan mudoxalasiga qarshi turishga undagan va Xitoyning qilmishi Kanada uchun og'ir tahdiddir degan. Michael Chong 11-sentябrdagi guvohligida Jumhuriyatchilar va demokratlardan tashkil topgan bu komitetga mundoq degan. Mening kechirmishlarim faqat Xitoyning Kanadaga mudoxala qilganligi to'g'risidagi misollardan biri. Boshqa nurg'unlagan voqealarga diqqat qilinmadi va bular xabarmi qilinmadi. Ziyonkashlik uchirg'uvchilar davomli sukut qilmoqda. Bu yilning boshida Kanada Xitoy hukumatini undidarda Michael Chongga qarshi soxta uchur harakat qo'zg'adi deb ayblagan edi. Michael Chongning aytishicha, u yana Kanada istixborot organlaridan Xitoyning yaqin 3 yilda o'zi va Hong Kongdagi tuqqanlar haqida uchur to'plaganligini bilgan. O 2021-yili Kanada parlamentida Xitoyning Uyg'urlar qaratgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb tonish to'g'risida taklif sungan edi. Siyosiy obzorchi Daniel Davis 14-sentyabr Zehil to'rida obzor e'lon qilib, bultur Amerika Xitoy orasidagi umumiy tijorat sommasining 690 milliard dollarga yetganligini. Bu yil bu son tuvallishi mumkin bo'lsa-mu, ammo Xitoyning hali ham Amerikaning eng muhim savdo hamrohlaridan biri ekanligini ta'kidlab, bu xil ahvolda Amerikaning Xitoy bilan bevosita qurolliq to'qnashgan taqdirda ko'tirib qo'rqisiz ziyon tortadiganligini bildirgan. U yana g'arbdagi nurg'un tahlilchilarning Xitoy Tayvanga tajovuz qilgan taqdirda Amerika cho'qim Tayvan tarafida turib urushga kirish kerak. Buning qarshi chiquvchilar demokratiyani xavfga uchratquchilardir degan qarshi raddiya berib, Amerika Tayvan sababli Xitoy bilan urush qilsa, buning chiqimining ofat xarakterlik bo'lganligini aytgan. Aloqador tahlilchilarning ko'rishicha, garchi Amerikaning siyosiy sohasida Xitoyga qarshi qattiq tutum izhor qilish kerakligini ta'kidlaydiganlar ko'pda ko'rinsa-mu va mazkur obzordagi qarash qisman kishilarga vakillik qildiganda qismi, ammo bu sohadagilarning ko'pinchisi Tayvan Xitoyning tajovuziga uchirsa qanday qilish kerak degan masalaga to'liq pragmatik muomala qilgan bo'lib, demokratiyani qo'g'dash nomida Tayvan uchun Amerikaning tubki davlat manfaatining ziyonga uchirishiga parvo qilmaslik kerak deb qaraydiganlar yo'qning o'rnida ekan. Amerika vazirlarining 14-sentyabrda xabar ko'ra, dunyo rahbarlari bu oyning 18-kunidan 26-kunigacha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 78-navbatlik umumiy majlisi uchun Nyu-Yorkga yig'ilish oldi turganda, Amerika bilan Xitoy xalqaro sahnada nopos talashib, kaskin raqobat qaynamiga botgan bo'lib, har ikki taraf buningdan keyingi xalqaro tartibning qanday bo'lishi kerakligi haqida o'zining tasavvurlarini o'tirib qo'ygan. Amerika davlat sekretari Antony Blinken 13-sentyabr Bayden hukumatining kelgusi planini bayon qilganda mundoq degan. Bir davr oxirlashdi. Yangi davr boshlandi. Amerika demokratiyani kuchaytirish, kishilik huquqni ilgari surish va iqtisodiy taraqqiyotni rivojlantirish uchun ittifoq qurmoqda. Blinken yana Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi mustabid hokimiyatlarni qo'llaganligini, Rossiyaning Ukrainadagi nohaq urushini ayblash bilan bir vaqtda Amerikaning demokratiyani va kishilik huquqni qo'llaydigan hamda iqtisodiy taraqqiyotni ilgari suradigan ittifoq tuzishga bel bog'laganligini e'lon qilgan. Shuning bilan bir vaqtda bu vaqtda Xitoy hukumati atalmish Xitoy Xalq Jumhuriyatining yer sharini boshqarish islohoti va taraqqiyot tashabbusini e'lon qilgan. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotini isloh qilishni va bexatarlik kengashini kengaytirishni yadro qilgan, xalqaro ishlarda ko'p taraflikni tashabbus qilgan 5400 xatlik mazkur taklifida insoniyat yana bir qatim to'rt ko'cha eg'iziga kelib qoldi deyilgan. Hamda taklif biz birlikda insoniyatning go'zal kelgusini yaratamiz deb tugallangan. BBC to'rining 15-sentyabrda xabar ko'ran, Turkiya Energiya va tabiiy boyliqlar ministri Alip Arslan Bayraktar Xitoy bilan Turkiyaning 3-yadro elektr stansiyasi uchun berilgan suhbatida ko'rinarli ilgarilashlarning qo'lga keltirilganligini va kelgusi bir necha oy ichida kelishim tuzgili bo'lganligini bildirgan. Anqarada muxbirlar bilan ko'rishgan Bayraktar uzundan buyon davomlashgan suhbatning oxirgi bosqichiga kelganligini aytgan.
Bu ishga yaqin bir shirkatdagi uchur manbasining Yaponiyaning Nikkei axborot agentligiga aytishicha, suhbat o'ngishli ilgarilayotgan bo'lib, ikki davlat bir yil ichida hukumatlararo kelishim hosil qilishi mumkin ekan. İsmini oshkorlashni xohlamagan mazkur uchur manbasi bu kelishimning Xitoy uchun qanchalik muhimligini ta'kidlab bundoq degan. Agar kelishim hosil qilinsa, bu Xitoyning chet eldagi eng chong mablag' turi bo'lib qoladi. Minister Bayraktarning so'ziga ko'ra, Turkiyaning 3-chi yadro elektr stansiyasini Qirg'izlar viloyatining Yengna Aril rayonida qurish planlangan. Xitoy davlatlik energiya boshqarish idorasining muavin boshlig'i Xiyang boshchiligidagi Xitoy vakillari o'miki Turkiyaning g'arbiy shimolidagi Qirg'izlar elidagi maydonni ziyorat qilgan. Turkiya Xitoy bilan birlikda Yengna Aril rayonida 4 yangi yadro reaktori qurishni planlagan. Bayraktar yana ikki taraf o'rtasida ba'zi ixtiloflar borligini, ammo buning ancha cho'ng emasligini ta'kidlab bundoq degan. Shunga biz bu bo'shliqni to'ldirib, pat yaqinda Xitoy bilan yadro energiyasi plani to'g'risida kelishim hosil qila olamiz. Ikkinchi Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 7-oyning oxirida Turkiyani ziyorat qilganda mushu masalani tilga olgan. Reuters agentlik torining 16-sentabrdagi xabariga ko'ra, ahvoldan xabardor 10 kishining bildirishicha, oshkora so'rovlarda ko'rinmaganiga 2 haftadan oshgan Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Xitoy doiralari tomonidan tekshirilmoqda ekan. Bir nafar rayonlik bexatarlik amaldori va Xitoy armiyasi bilan bevosita munosabati bor 3 kishining aytishicha, Li Shangfu harbiy uskunalarni setib olish jarayonidagi chiriklik chetishlik sababli tekshirilmoqda ekan. Li Shangfu 2017-yildan 2022-yilgacha bo'lgan aralıqda rahbarlik qilgan Xitoy armiyasining ashyo setib olishga mas'ul tarmoqidagi 8 nafar yuqori darajalik amaldori tekshirilmoqda ekan. Ahvoldan xabardor 2 kishining aytishicha, bu yil 3-oyda davlat mudofaa ministri qilib tayinlangan Li Shangfu va 8 amaldor shu topda Xitoy armiyasining huquqliq intizom tekshirish komiteti tomonidan tekshirilmoqda ekan. Li Shangfu eng oxirgi qitim 8-oyning 29-kuni Beyjingda ko'rilgan bo'lib, shu chaqda Afrika davlatlari bilan o'tkazilgan bexatarlik munbarida nutq so'zlagan. U yana oldin qayning beshida Rossiya bilan Belarusiyani ziyorat qilgan. Bir nafar Vyetnam amaldorining bildirishicha, 9-oyning 3-kuni Xitoy davlat mudofaa ministrligi Li Shangfuning salomatlik yar bermaganligi sababli 7-sentabrdan 8-sentabrgacha o'tkazilish planlangan ikki davlat orasidagi yillik mudofaa yig'iniga qatnasholmaydiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.